Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Avto O'zbegim hamda kanal admini Shuhrat. Bugun 9-mart kuni Sergeli mashina bozorida Jigulilarning narxini sizlar bilan batafsil ko'rib chiqamiz. Videomiz sizlarga yoqadigan bo'lsa, albatta like bosib, kommentariyada qo'llab-quvvatlab, podpiska tugmasini bosishni esingizdan chiqarmanglar. Demak, biz videoni boshladik. Hop, yaxshi holatdagi 06 mashinasini so'ragan akalarimiz uchun 85-yilda ishlab chiqarilgan va 2106 mashinasi. Mashinamizning motor holatlarini ko'rishingiz mumkin. Yaxshi holatlarda turibdi. Kraskalari ham chiroyli qilib septirib qo'ygan ekanlar akamiz. Salon holatlarini ham ko'rishingiz mumkin. Yaxshi holatlarda turibdi. Laytfonlari bor mashinamizning. Hop. Metan gazlari ham bor. Telarni ham ko'rishingiz mumkin. Yaxshi holatlarda turibdi akalar. Hop, mashinamizning tan narxini 1700 AQSh dollari deyaptilar. Telefon qilsanglar sunnatiga o'tib beradilar. Samiglarni gendavini siqib beradilar. Mashinaning hech qanaqa xarajati yo'q. Hop, haydashga shundoq tayyor mashina akalar. Hop, nomeringiz 88lik 013 61 41. Ismingiz? Botir aka. Yangi yo'ldan mashina. Mashina yangi yo'llik ekan. Telefon qilib bemalol baraka qilsanglar bo'ladi akalar. Bosinglar. Akalar, bizda navbatdagi 07 mashinasi. Mashinamizning ishlab chiqarilgan yili 2007. Mashinamizning salon holatlarini ko'rishingiz mumkin. Yaxshi holatlarda turibdi. Metan gazlari bor. Hop, orqa salon holatlarini ko'rishingiz mumkin. Yaxshi holatlarda turibdi. Hozir bagajlarni bitta ko'ramiz. Mana chiramagan, urinmagan mashina. Mana gazlarni ham ko'ringlar akalar. Mashina hech qanaqa xarajati yo'q. Probeg qancha aka? Probegi noma'lum endi 1 kilo. Probegi noma'lum aka. Ana telefon qilib motor hali hammasi yaxshi. baraka qilsanglar bo'ladi. Hech qanaqa xarajati yo'q mashinani. Gazi bor, tayyor olinadi, haydaladi. Gendavskiy beramiz. Arenda varianti yo'q ekan, faqat gendavskiy berar ekanmiz mashinamizni. Narxini nechta qo'yib beramiz? 3200 so'ramiz, gaplashamiz. 3200 so'rasiz, tana telefon qilishsiz. Sunnatiga o'tib beradilar. Nomeringiz? 97lik 97lik 120 120 50 90. 50 90. Ismingiz? Ermadagi adam nomeri. Ermatagi. Bemalol telefon qilib baraka qilsanglar bo'ladi akalar. Bosinglar. Hop, akalar, bizda navbatdagi 2107 mashinamiz. Mashinamizning ishlab chiqarilgan yili 2005. Salon holatlarini ko'rishingiz mumkin. Injektor motor. Salon holatlari ham yaxshi holatda turibdi. Salon orqa qismlarini ham ko'rsatib o'tamiz. Anaqalari ham, podlokotniklari ham bor ekan. Bu mashinamizning ham metan gazlari bor. Telarni ham bitta ko'rsatib o'tamiz. Chirib yomon bo'lib ketmagan. Yaxshi holatda turibdi mashinamiz. Hop. Bu mashinamizdan nechta pul qo'yamiz aka? Chunki so'ralyapti, bu ham gaplashamiz. 3200 deyaptilar. Buni ham sunnatiga o'tib beraman deyaptilar. Mana filtrlari, motorlarni ham ko'ringlar. Zo'r holatda turibdi. Bemalol o'zingizlar kelib mashinani ko'rib, ma'qul kelsa baraka qilsanglar bo'ladi. Buni ham gendavskiy beramiz. Nomerlari 97lik 120 50 90. Bemalol telefon qilib baraka qilsanglar bo'ladi akalar. Bosib yuboringlar. Akalar, bizda navbatdagi 07 mashinasi. Mashinamizning ishlab chiqarilgan yili 2008. Salon holatlarini ko'rishingiz mumkin. Yaxshi holatlarda turibdi. Salon orqa holatlarini ham ko'rsatib o'tamiz. Eva korpoliklardan tashab qo'ygan ekanlar. Hop. Bu mashinamizning ham metan gazlari bor. Telarni ko'rsatib o'tamiz. Yaxshi holatda turibdi mashinamiz. Hop, mejigar pultlari bor ekan. Hech qanaqa xarajati yo'q mashina. Hop, buni narxini 3000 deysiz. 3000 deyaptilar, ta'nam sunnatiga o'tib berasiz. Bu faqat оформление ekan bu. Hop, nomerlari 97lik 120 50 90. Bemalol telefon qilib baraka qilsanglar bo'ladi akalar.
Bosinglar. Hop, akalar bizda navbatdagi 06 mashinasi. Mashinamizning ishlab chiqarilgan yili 92 ekan. Motor holatlarini ko'rishingiz mumkin. Yaxshi holatda turibdi. Nima motor deydi aka buni? 3 motor. Mashinamizning salon holatlarini ko'rishingiz mumkin. Yaxshi holatda turibdi. Gaz bormi? Mashinamizning metan gazlari bor. Yaxshi holatda turibdi akalar. Bagaj yopimi? Oching. Gaz 90 tali, 75 tali. 75 tali. Hop, mana telarni ham ko'rsatib yuboramiz. Shunqa bo'lgan ekan. Telari. Mana. Buni narxini qancha qilib beramiz? Endi bular kraskasini aytish ham xato. O'zi yaxshi holat, xarajati yo'q. Xarajati yo'q. Motorlar yangi, Motorlar yangi, hadoylarni ham yangi qilib chiqqan ekanlar. Narxini qancha qilib beramiz? Aytadiganingiz qo'yilgan narx. 2300 2000 ga beramiz. 2000 ga berasiz. 2000 dan pastigacha. Telefon qilsa sana mana qilamiz, kelishtirib beramiz. Gendavenizgacha. Hali beramiz. Arenda variant. Faqat naqdga gendavenizga beramiz. Hech qanaqa xarajati yo'q mashinamizning, balonlari ham yaxshi holatda turibdi. Nomeringiz 97lik 97lik 721 721 4089. 4089. Ismingiz? Shahobiddin. Shahobiddin aka. Bemalol telefon qilib baraka qo'rsanglar bo'ladi akalar. Bosinglar. Xo'p, akalar bizda navbatdagi 06 mashinasi. Mashinamizdan ishlab chiqarilgan yeri 1991-yil ishlab chiqarilgan 11 motorladi. Salon holatlarini ko'rishingiz mumkin. Yaxshi holatda turibdi. Holatlari yaxshi. Mana orqa salonlarni ham ko'rishingiz mumkin. Xo'p. Balonlari yaxshi. Mashinamiz benzinda. Avtolarni ko'tarib boramiz. Shuncha bo'lgan ekan. Hop. Aka, bu narxini nechta pul qo'yamiz? 2200. 2200 telefon qilsa sunnatiga o'tib berasiz. Xo'p, gendavenizgacha. Gendavenz bor, arenda variantga. Boshiga 1000 bersa gaplashasizlar. Xo'p, bemalol telefon qilib baraka qilsanglar bo'ladi. Nomeringiz? 97lik 719 33 31. Ismingiz? Rustam aka. Kimga ma'qul kelgan bo'lsa, bemalol baraka qilsanglar bo'ladi akalar, bosinglar. Hop, akalar bizda navbatdagi 06 mashinasi. Mashinamizdan ishlab chiqarilgan yili 88 yilmi? Salon holatlarini ko'rishingiz mumkin. Yaxshi holatda turibdi. Mashinamizdan metan gazlari ham bor ekan. Salon orqa holatlarini ham ko'rishingiz mumkin. Mashinamizdan metan gazlari ham bor. Teylari yaxshimi? Chirimagan ekan. Sangramagan. Hop. Bu narxini qancha qilib beramiz biz? 2,5. Telefon qilsa sunnatiga o'tib beramiz. Gendavenz bor. Arendaga chiqaramiz buni. Faqat naqdga. Nomeringiz? 97lik 719 33 31. Kimga ma'qul kelgan bo'lsa, bemalol telefon qilib baraka qilsanglar bo'ladi akalar. Bosinglar. Hop, akalar bizda navbatdagi 06 mashinasi. Mashinamizdan ishlab chiqarilgan yili 2000-yil ishlab chiqarilgan. Salon holatlarini ko'rishingiz mumkin. Yaxshi holatlarda turibdi. Endi havo sal bulut bo'lganiga sal mutliroq ko'rinyapti. Lekin mana orqa holatlari ham yaxshi. Hop. Gaz bormi aka? Gazlari bor. Narxini 2600 dotli telefon qilsanglar ta'nan sunnatiga o'tib beradilar. Mashinani hech qanaqa xarajati yo'q. Gendavenizga berar ekanlar, lekin arendaga variantga bermas ekanlar. Hop, nomerlari. Nomeringizni aytib olasizmi akani? 97lik 719 33 31.
Devona telefon qilib baraka qilsanglar bo'ladi, akalar, bosinglar. Qadrdonlarim, mana bugungi videolarimiz ham o'z nihoyasiga yetib boryapti. Videomiz oxirida nima deymiz? Bizga kommentariy yozib, videolarimizga like bosib, kanalimizga podpiska bosishni esingizdan chiqarmadingiz deb o'ylayman. Lekin siz hali ham bosmasdan kanalimizni kuzatishni davom etyapsiz. Keyingi videolarimizni o'tkazib yubormasligingiz uchun bu sizga juda ham muhim deb hisoblayman. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha xayr, joninglar sog' bo'lsin, salomat bo'linglar.